Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Uyghur tili təşəbbüsçisi Quddus Hafiz 2025 yılı 27 dekabr İstanbulda 74 yaşında vafot bo'ldi. Quddus Hafiz 1951 yılı Aqsuning Kalpin nahiyasida ma'rifatparvar tijoratchi oilasida tug'ilgan. Xitoyning atalmış madaniyat inqilobi elib kelgan buzg'unchilik ta'sirida oliy maktabda o'qiy olmagan. Qisqa bir mezgil nahiyalik san'at o'mikida muzikant va ijodiyatchi bo'lib ishlagan. 1973 yilidan 1978 yilgacha nahiyalik suv elektr stansiyasida tokchi, 1978 yilidan 1981 yilgacha nahiyalik madaniyat yurtida rassom va xattot bo'lib ishlagan. 1981 yilidan 1996 yilgacha nahiyalik fan texnika jamiyatida tarjimon bo'lib ishlagan. Quddus Hafiz vatan kichig'ida Uyg'ur tilini kuchlantirish haqida maqolalar yozgan bo'lib, marhum Quddus Hafiz apandi Uyg'ur tiliga bo'lgan muhabbati nihoyat kuchlik, ona tilini söygan va Uyg'ur tilining dunyo tili ekanligini ilgari surgan edi. U vatandan ayrilib, muhojiratga qadam qo'ygandan keyin Uyg'ur tilining olamshumul til ekanligini isbotlash va Uyg'ur tilining dunyo tili bo'lishini ilgari surishni maqsad qilgan 1800 betlik Qaysi til dunyo tili bo'la oladi nomli kitobni tayyorlayotgan edi. Marhum Quddus Hafiz apandi Uyg'ur tili ingliz tilidanmi fasohatlik va qo'llanishchan til. Shunga Uyg'ur tili xalqaro til bo'lishi kerak deganni ta'kidlaydigan bo'lib, uning orzusi chet elga chiqib, mushu masalani Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tir qo'yish va Uyg'ur tilining e'tirof qilinishi, qo'g'dalishini tashabbus qilish edi. Quddus Hafizning ona til sevgisi va safarbarligi vatanda 1993 yillardagi Stokholmda ichiladigan xalqaro tilshunoslik yig'iniga qatnashib, Uyg'ur tilining hamma tilga mos keladigan, eng qo'llanishchan til ekanligini isbotlash orzusi, ayni vaqtda tilshunoslik sohasidagilarni Uyg'ur tilining rolini kuchaytirish haqida harakat qilishiga turtki bo'lgan va uning Stokholm safari uchun Sharq Turkistondagi har qaysi oliy maktablar, tijoratchilar va vatanparvar zotlar harakatga kelib, iyoni to'plashgan edi. Quddus Hafiz uzundan beri Turkiyada yashab, Uyg'ur jamoati bilan yaxshi aloqa saqlagan, marosimlar va ommaviy faoliyatlarga aktiv qatnashib kelgan. Keyingi kunlarda boshqa nurg'un Uyg'urlarga o'xshash iqtisodiy jihatda jafo tortgan bo'lsa-mu, o'zining orzu-armonlaridan voz kechmagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan maxsus ta'ziyanoma e'lon qilib, marhum Quddus Hafiz apandiga bo'lgan hurmat va qayg'usini bildirdi. Qurultayning ta'ziyanomasida mundaq deyilgan: Sharq Turkistonlik Uyg'ur tili tadqiqotchisi Quddus Hafiz vatandan ayrilganning hasrati, oila va farzandlarga bo'lgan sig'inish ichida Istanbulda 30 yildan ortiq vaqtdan beri duch kelgan barliq qiyinchiliklarga bosh egmay, sabr va umid bilan Uyg'ur tilini saqlab qolish va rivojlantirish yo'lida uzluksiz tirishchanlik ko'rsatdi. Marhum Quddus Hafizga ulug' Allohdan rahmat, oilasi, do'stlari va Sharq Turkiston davosiga ko'ngil bergan barliq qarindoshlarimizga va aziz Uyg'ur millatimizga ta'ziyalarimizni bildiramiz. Alloh uning yotgan yerini jannat qilsin. Turkiya poytaxti Anqarada muhojiratdagi Sharq Turkiston davosi temasida faoliyat olib berildi. Turkiya poytaxti Anqarada 12 ayning 26 kuni kechda Turkiya Diniy ishlar idorasi yoshlar tashkilotining o'rinlashtirishida Anqaraning Elvan kent yoshlar markazida Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfining raisi professor doktor Erkin Ahmet, Yildirim Beyazıt universitetidan doktor Namatjon Orxonlar muhojiratdagi Sharq Turkiston davosi temasida Sharq Turkiston tarixini tonishtirgan. Mazkur faoliyatni Turkiyaning Diniy ishlar idorasi, ya'ni Diyanet ishlar ministrligining yoshlar tashkiloti o'rinlashtirgan bo'lib, mazkur faoliyatda professor doktor Erkin Ahmet Sharq Turkiston davosining hozirgi mavjud vaziyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muhojirat elib berayotgan faoliyatlari haqida doklad bergan. Doktor Namatjon Orxon Sharq Turkistonning tarixi, Xitoy ishg'olidan keyingi Uyg'ur xalqining duch kelayotgan qirg'inchilik va bostirish siyosati haqida doklad bergan bo'lib, professor doktor Erkin Ahmetning bildirishicha, Turkiyada Diniy ishlar idorasining bunday bir faoliyatni tashkillashi
Uyg'ur masalasining yanada Turkiya xalqi ichida kun tartibdagi bir masala ekanligini bildirdiganligini o'ttirib qo'yib o'tdi. Adette to'liq o'ttira, to'liqsiz o'quvchilari va universitetda o'qiyotgan ba'zi o'quvchilar bo'lib 200 atrofida kishi qatnashdi, cho'ngladimi batdi. Bular qiziqib savollarni so'rashdi. Bundan keyin nima qilish lozim? Turkiyadan kutgan umidinglar nima? Biz yoshlar nima qilib beralaymiz degandek nayatda qiziqarli savollarni so'radi. Ham bu yig'inning eng muhim ahamiyati mush keyingi yillarda bo'lib shu bir ikki yildan buyon Muşu Gazze meselesi o'ttirg'i chiqqandan keyin bo'lib shu Gazze'de elib berayotgan shu Gazze'dagi İsrail'e elib berayotgan shu qirg'inchilikdan keyin Türkiye'de ham de Gazze'ni qo'llash nihoyatda yuqori Türkiye'de. Unda bo'lgandan keyin biz bu ırkımız bir, milletimiz bir Uyg'urlarga nima uchun yordam qilmaymiz degan shu bir nim bilan Gazze to'g'risida faoliyat elib berayotgan vaqtda Uyg'urlarni birga qo'shib elib berishga boshladi. Bu hamda Diyanet, ya'ni diniy ishlar idorasi bir minister darajalik bir idora. Shu Udullam Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a qaraydigan bir idora hamda bu. Bu idarada hozirgacha biz shu 7-oydan hozirgacha 3 qatim shunda Muşnunga o'xshash yoshlar merkezida faoliyat elib bordik. Ankara'da 40 atrofida bunday yoshlar merkezi var-ku. Bu nimaninki. Ondan keyin shu o'tganda boshqa ikki merkezde doklad bergan AKK'dan. 3. qatim berishimiz bu shu diniy ishlar idorasiga qaraydigan yoshlar merkezida. Ankara'da jami 44 atrofida bunday yoshlar merkezi bor ekan. Ular ham G'aza haqida faoliyat elib beryapti. G'aza haqida faoliyat elib borgandan keyin Uyg'urlar haqida elib beryapti. Bu bir ilgirlash deb qaraymiz hamda. Türkiye parlamentida 28 dekabr kuni Türkiye parlamenti a'zosi parlamentdagi Yangi yil gruppasining boshlig'i doktor Selçuk Özdağ Efendi hokimiyat beshidagi AK Partiya yoshlar tashkilotining ijtimoiy taratquda tarqatgan Xitoy ziyorat haqidagi Kardashchini ziyorat etdik. Ya'ni qarindosh Xitoyni ziyorat qildik degan temadagi yozmasini og'ir tanqidlagan. Türkiye parlamenti 28 dekabr kundagi yig'inida doktor Selçuk Özdağ Efendi hokimiyat beshidagi AK Partiya yoshlar tashkilotining ijtimoiy taratquda tarqatgan Xitoy ziyorati haqidagi qarindosh Xitoyni ziyorat qildik degan temadagi yozmasini og'ir tanqidlab, mazkur partiyani sezgir bo'lishga da'vat qilib, Xitoyning qarindosh emasligini, Sharq Turkistonda haqiqiy qarindoshlar bo'lgan Uyg'urlarning jazo lagerlariga, turmalarga solinib, diniy e'tiqodi, milliy kimligidan mahrum qilayotganligini, Uyg'urlarning assimilyatsiya va qirg'inchilik uchrayotganligini o'tirib qo'ygan. AK Parti gençlik kollarına da bir sözüm var. Efendim Çin'e gitmişsiniz. Çin'e giden gençler bir tweet attılar. Şöyle dediler. Çin, kardeş Çin'i ziyaret ettik. Kardeş Çin olmaz efendim. Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettik diyebilirsiniz. Orada soydaşlarınız ve dindaşlarınız çok ciddi şekilde asimile ediliyorlar. Dindaşlarınız ve soydaşlarınız orada dillerini kaybetmiş vaziyetteler. İmha ediliyorlar. Hapishanelerden için oldukları bile belli değil. Ve Çin Büyükelçisi'ne soruyoruz. Bunlar hangi nedenle hapishanelerdeler diye soruyoruz. Cevap veremiyorlar. Efendim bu noktada da duyarlı olmaya, AK Parti gençlik kollarında duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.